Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlarga ajoyib bo'lgan video olamiz. Andijonda izbosganiga kelganmiz. Shunaqangi suv generatorini chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham foydali video bo'ladi. Buni yasagan aka Band aka o'zimiz qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tamiz akam bilan. Xo'p, Muhammad Sodiq aka, bir ma'lumot berib o'taylik. Qani. Hozir bu yerga ko'rganimiz gaz qurilgan Andijon Izboskan tumaniga. Yaqinda prezidentimiz kelib ochilish qilib beradi. Ya'ni juda katta ob'yomda. Endi bu yerga prezidentimiz kelishiga mana shu kashfiyotchi akamiz o'zini texnologiyasini o'rnatib qo'yibdi. Bu 3 kilovatga moslashgan. Hozir 3 kilovat olinmayotgan sababi eksperiment uchun qo'yilgan bo'lgani uchun generator kichkinaroq. Hozir 1,5 kilovatli generator qo'yib qo'yilgan. Hozir doimiy soatiga 1,5 kilovat elektr energiya chiqaryapti mana shu. Soatiga 1,5 kilovat. Mana shartlar yordamida. Xo'p, buni kattaytirsa ko'proq kilovat chiqarib beradi. Kattaytirsa kattaroq kilovat chiqadi. Buni endi kattaytirsa kilovatini ham kattaroq chiqarsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi bu charxpalar 3 kilovatga moslashgan, lekin generator kichkina qo'ygan dedik. Endi buni ariqda oqimi, sathi, ariqda kengligi juda muhim narsa. Bu yerga endi damba qilib qilsa ham bo'lar ekan, lekin ko'p xarajat bo'lib ketishi mumkin ekan. Bu yerda maqsad yashil energiya, ya'ni arzon tipda elektr energiya olishda endi maqsad. Oddiy aholi ham bemalol qilsa bo'ladigan qilib sharoit yaratish. Ha, shunaqa maqsad shu. Prezidentimiz endi yaqinda kelar ekan, xudo xolasa, kelganda balki biz ham shu yerda bo'larmiz. Buni ko'rib prezidentimizga ko'rsatilsa, yashil energiya, ya'ni bu yil tadbiq qilingan yil u. Shuni hisobiga mana shu odamlarga ko'rsatilyapti. Endi bu sinovdan o'tyapti. Sinovdan o'tgandan keyin xudo xolasa aholilarga qo'yishni boshlanadi. Misol uchun choyxonalar bor, bir stadionda ariq o'tgan. Shunaqa choyxonalar qo'yib olsa bo'ladi yoki uyda ariq o'tgan odamlar bor, oqim yaxshi bo'lgan joylarga qo'ysa bo'lar ekan. Va buni har 100 metrga qo'ysa bo'lar ekan. 100 metrda bir qo'ysa, suv o'zini tikalab olar ekan 100 metrda. Shuning uchun 100 metrga bir qo'ysa bo'lar ekan. Bu 380 to'kilayotgan 3 fazali bu. 3 fazali 380. Endi generator kattaygan sari to'q kattayoradi. Shunaqa. Qachonki bunga prezidentimiz kelib tasdiqlab investitsiya kiritgandan keyin shu aholiga, misol mana quyosh panellari qanaqa ommaga tatbiq qilinyapti. Xuddi shunga bu ham shunaqa bo'ladi. Lekin buni yasagan domla Andijonda universitetida dars beradigan domla, mana shu soha bo'yicha 5 yildan beri ilmiy ish olib borar ekan. Bundan ham ko'ra yaxshi energiya olib beradigan kichkinaroq bo'lgan tipdagisini yasagan. Uni yaqinda ommaga olib chiqilar ekan. Faqat birinchi bo'lib prezidentimizga ko'rsatilar ekan. Prezidentimizga ko'rsatilgandan keyin ommaga olib chiqilar ekan. Xudo xolasa biz birinchidan bo'lib ommaga olib chiqib beramiz. Ya'ni video rolik qilamiz, xudoga chaqirganimizda kelib uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bizni kanallarni birinchi bo'lib chiqadi. Keyin buni 1 kilovati hozirda hamma xarajatlar bilan hozirgi hisobda $1000 borib bormas tayyor bo'lar ekan. Hozir shu turishi $1000. Yo'q, bu 3 kilovat bo'lgani uchun $2000 tayyor bo'ladi. $3000 tayyor. Endi buning ichida merjeykali joylar ko'p ekan, sistemasi, ruxsatnomasi, sizlar bilan 1 kilovat $3000 tushar ekan.